va o'yin ikkinchi taymda boshlandi va Luis Diaz hujumga chiqib ketmoqda. Luis Diaz Cristiano Ronaldoga pas. Ronaldo o'zi tepadimi? Va to'pni oldirib qo'ydi. Ronaldo to'pni oldirib qo'ydi va Ake Kaysedo Olisega va Olise Ronaldo va gol! Ajoyib gol! Cristiano Ronaldo Olisening pasidan so'ng ajoyibona gol urmoqda. 2-0 hisob. Va Luis Diaz pressingga bormoqda. Luis Diaz to'pni olib qo'ydi. Luis Diaz Olisiga pas berdi. Olise Ronaldoga pas berdi. Ronaldo yana Olisiga to'pni qaytarmoqchi edi, lekin to'pni berib qo'ydi. Va Kaysedo bosh bilan zarba bermoqda va Ronaldo Kaysedo tep. Top va ikkinchi taymda ko'rishamiz. Mana do'stlar, ikkinchi taym ham boshlandi. Va Luis Diaz to'pni Ronaldoga tashlab berdi va Olise Ronaldo Luis Diaz Kaysedo Ronaldo to'pni oldirib qo'ydi va yana oldi Ronaldo va gol! 3-0. Cristiano Ronaldodan dublni qayd etmoqda Ronaldo. Yana o'yin ketmoqda. Abduqodir Husanov to'pni olib qo'ydi va yana berib qo'ydi. Olib qo'ydi to'pni. Abduqodir Olisiga pas berdi. Olise esa tepalatib Ronaldo pushka va gol emas. Burchak zarbasini De Bruyne amalga oshirmoqchi edi-yu, lekin Olisega to'pni berib ketmoqda. Olise noaniq pas Olisedan. Vitcher tepalatib Ronaldo nima qilmoqda? Oy. Va yana Olise Chouameni Kaysedo Ronaldo Olisega pas. Olise o'zi tepadimi? Gol! 4-0. Olisedan dublmi? Yo'q. Dubl emas. Luis Diaz pressing. Luis Diaz Fikayo Tomori Olisega pas bermoqchi edi. Sal noto'g'ri ketib qoldi va Luis Diaz De Bruyne'ga pas bermoqda va De Bruyne Olise zarba va darvozabon Caprilli. Darvozabon o'yinga kirdi va Tomori De Bruyne yana Olise o'zi tepadimi? Luis Diazga pas. Luis Diaz oldirib qo'ydi. Ronaldo olib qo'ydi va hat-trick Ronaldodan. Cristiano Ronaldodan 81-daqiqada hat-trick golni urib ketmoqda. Qoyil. Mana. Va Williams tushdi Luis Diazning o'rniga. O'yinga kirdi va Tomori pressingda Tomori to'pni olib qo'ydi. Tomori o'zi ketmoqda hujumga. Fikayo Tomori va ko'tardi va Kaysedo darvozabon. Oy. Micheldan ajoyib pas va offside. Cristiano Ronaldoni offside'ga qoldirishibdi. Ozroq vaqt bo'ldi. Va Caprilli to'pni kiritmoqda va Ake bosh bilan zarba Kaysedo Olise hisob yiriklashadimi yoki kattalashadimi? So'nggi daqiqalarda Kaysedo pas gol. 6-0 hisob. Bu juda ham katta hisob Real Madridga. 6-0. Va ketmoqda. Va to'pni o'yinga kiritishmoqda va kiritdi va o'yin tugadi.
Va mana 6-0 hisobda yengib qo'yiladi. Kaleriya Real Madrid gollarni Luis Diaz 32-daqiqada kiritdi. Ronaldo 40-, 51-, 81 daqiqalarda hat-trikni amalga oshirdi va Michel Olise bitta gol urdi 18-daqiqada va so'nggi golni William Junior 90-daqiqada urdi. Keyingi shaxsgacha ko'rish mumkin.